Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube tomoshabinlar. Sizlardan kechirim so'rashga majburmiz. Yana. Mana G'ayrat yonimda. Kechirim so'rayapti sizlardan. Men ham kechirim so'rayman. Nasılsınız? Va'da berganimizdek eplolmadik. Xullas, bu kunda anchadan beri biz kutdik. Joninglar sog' bo'lsin. Sabr qilganinglarga. Qandaysizlar? Mana Akalar. yangilanib qaytdik. Tanka soqolini olgan, men olmadim. Joninglar sog' bo'lsin. Xullas, UPG Live davay kulishamiz sonini, yangi soni, yangi rubrikasi, yangi soni rubrikani xullas biz boshladik. Biz bilan har doimgidek G'ayratjon. Assalomu alaykum akalar, salomatmisizlar? Xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hamisha hamma vaqt bo'linglar. Tankamga e'tibor bermanglar, hozir uyqudan keyin risk gapirishni boshlagan, o'shaning uchun salgina anu romkadan chiqish anolari bo'lishi mumkin. Like'larni bosib o'tiringlar. Bugun xudo xolasa kayfiyatinglar ko'tariladi deganni umidamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin. Biz boshladik. Shahriyor tanlagan bo'mog'ir prikollarning yangi qismini ko'ramiz. Xullas, sizlarga omad, bizga omad. Akalar, yana bir narsa, agarda sizlarda ham mana shunaqa prikollar bo'lsa, bizga jo'natinglar. Video ostida UPG Live botimiz bor. O'sha bot orqali bizga jo'natsanglar, silkani emas, videoni o'zini akalar, esingizdan chiqarmanglar. Videoni o'zini jo'natasizlar. Moderatorlarimiz ko'rib chiqadi. Agar hech qanaqa qonunga zid videolar bo'lmasa, biz chiqaramiz har bitta sonimizda. Joninglar sog' bo'lsin akalar. Davom etamiz videoni. Go tanka, boshlang. Biz boshladik. Завтра небо черное отделаемся, день черные ночи, солнце стало мало нам, ветер забывает, и киваем облака, сердце тихо плачет, и болит ну как нам их отдала, давай одна любить, как земля мало. Qo'shiqni e'tiborni yo'q. Xullas, brat faqat o'qisam bo'ldi, ashula tayyor bo'ladi deb o'ylayaptilar. Aka o'ng tarafdan ritm o'zini o'zi kallasiga urib o'tiribdi. Voy, nima bo'ldi hozir? Nima qilyapsan? Normaliyat. Iltimos qilma deyapti. Gap yo'q, aka, ijodingizga omad. Siz kuchayib ketasiz, zo'r bo'lasiz, golos dunyoni olasiz. Bosing. Golos dunyo. В мире пустой лежи, она не сказала. Brat. Hali ham aytyapti-yu, aka. To'xtash niyatlari yo'q ekan bularni. Taqasa qiynayapti-da. Kulmaga tanka qana odamsiz. Voy man. Insofingiz bormi? Bechara golf o'ynayman deb suvga chiqqan ekanda. Akasiylar uzr, joningiz sog' bo'lsin. Omad, davom eting shu yo'lda, siz zo'r yo'ldasiz. Bosing aka. Voy! Voy haroma! Voy haroma! Voy, aka, bular achib ketadi endi. Voy! Tushunishingiz uchun o'siriq hidili, sepadiganni, ventilyatorga ichiga havo qayda beradiganni ichiga sepib bordi, qarchi. Ikki polni hozir o'siriq hidi. Maras. Sossa. Voy. Voy, o'ldi. Voy, o'ladi aka. Voy, buni. Juda shafqatsiz ish bo'lgan lekin. Voy. Voy. Taqamash ish qilamizmi, akkalamiz? Davay. Aka, lekin men o'zimda nos bo'ladi suvni o'rniga. Basharang qursin, seni o'ldirding. Prikolni o'ldirding. Endi sal o'ylayotgandim, qanaqa qilib mana shu narsani UPG'ni azoblash xizmatiga olib chiqib bo'ladi. Tayyorman aka, tayyorman. Men serios aytyapman. Patnis qo'yib olamiz, basharani har xil qilib ochib turib o'sha narsani kim kulib olsa yutqizadi. Sut bilan bo'lsa, hamma yoz bo'lib ketadi. Aka, normalniy bo'ladi. Ishoning menga. Ko'chada turib qilish kerak bo'ladi unaqa narsani. U ham bo'radi, farqi yo'q aka. Ketdi. Bosing.
yo'q. Voy. Hayrat, qadriga yetishimiz kerak edi o'sha farg'onalik bo'rilarmidi, nima edi, chiya bo'rilarmidi. Shoqollar aka. Shoqollarmidi, ha, o'shalarni qadriga yetishimiz kerak. Voy. Mana shunaqa narsalar chiqmasdi. Bevafo yigitni aka hayoti barbod bo'ldi aka. Ay! Akani Yaponiyada ko'rsatuvdingiz mana shu xonani, esingizda? Voy. O'zim ham do'tirab qoluvdim boru. Rostdan ko'rinmaydimi, bilinmaydimi? Mana shu yuraverasizmi? Voy. Qatga ketayotganimda bundoq qo'lingni bundoq qilib yurasan. My life, Ha. my rules, my Shahriyor nima bo'lasan? Qarang hozir. Podpiska qilib qo'yganmisan. Aka bitta deb tep sindiradi hozir vertolyot. Qarang. Ha, yo'q. Voy. Oh! Ha, yo'q. Oh! Ha, Oh! yo'q. Ketishini qara buni bunaqalardan qilib. Tapishkaga necha aka? Tapishkaga necha? Jinsigacha, jinsiga. Brat Sila ijodingizga omad davom eting. Sal to'qimoqchiman. Brat sal qoldi lekin. Hozir dunyoni titratardi mana shu bitta aylangan paytda akalar. Zo'r salto bo'ldi lekin. Zo'r salto. Ha, biz ham hayron qoldik. O dedik. Ay! Oppongni. Opa plan boshqacha edi, tushunmadi. Bunisi kim? Zakskami nima edi ana? Aylanishga to'yda ketishadi-yu, ana aylanish. O'shandan oldingi kadrlar. Chaqirayosan, точно yo arablarga, yo anaqalarga, hinduslarga anaqa qilgansan, nima deydi, podpiska bosib qo'ygansan. Yap, Shahriyor to'g'ri yo'ldasiz. Tankaga e'tibor bermang, gapiraveradi. Boshqa. Maşallah. ПК нормальный людей. Сбалансированный комплектующий мой. Hamma narsasi cho'tki deydi, tepadagisi deydi. Mana kompyuterim deydi 4070 Ti bilan. Xiaomi qo'yib qo'yibdi 4070 Ti'ga. Ma'lumot sifatida Xeon bu serverni protsessor. AliExpress'da odamlarga ahmoq qilib sotishyapti mana shu narsalarni, to'g'risi. Arzon bo'lgani bilan bu akalar u AliExpress'da emas, bizani omila ham olib kelib uni RX 580 bilan qo'shib sotayotibdi uni g'ayrat. H61 bilan, H61 plata bilan i5 o'sha 13 yil oldinga chiqqan kompyuterni hozir mana shunaqa 580 RX 580 miningda o'lib bo'lgan holatida yangi bu deb qo'yadi. U chiqishdan to'xtatilgan u narsa. 5 yil oldin, 7 yil oldin to'xtatilgan chiqishdan. Uni olib, tozalab, yangi korpus qo'ygani u yangi bo'lib qoladi degani emas. Hech bo'lmasam shuni etib sotlaring. Akalar. Muammo nimada? Mana bu Xeon protsessorlar ishlab serverni-da bu internetda serverlar qo'yiladi. O'sha serverlarda ishlab charchab tugagandan keyin AliExpress'larda, bozorlarda olib chiqib sotishyapti-da. Tushunyapsizlarmi? Umri tugagan uni. Oxirgi umrini yashab berish kerak-da. Odamlar riskovat qilib olyapti o'sha narsani. Endi mayli protsessor mayli-ku, no prosta endi 13 yil oldin chiqqan kompyuter, H61 da 14 yil oldin chiqqan kompyuterlarni sotib borib, shu pulni foydasiga bolasiga yediradi-yu, haromilar bor. Nima keragi bor unaqa ish qilib, ey, tavba qildim.
$130 keldi bu o'yinni tortadigan kompyuter deb qo'y. Kirsang 20 FPS, 10 FPS, 3 FPS ga qarab, pastga qarab sho'ng'ib kalla olib yana tepaga chiqishni boshlaydi. Iloji bo'lsa una narsa olmanglar akalar, musor. Pulinglarni bekorga sarflaysizlar. 8 GB azim. Voy 500 watt blok pitaniya qo'yib qo'yibdi. Mana yana bitta narsa, blok pitaniya qo'yishni ko'plab bilmaydi. Qancha, mana 40-70 ta qancha blok pitaniya watt potrеблениясini, ya'ni ishlatishini, necha watt yeyishini ko'pchilik sotuvchilar bilmaydi bu narsani. Mana shundan bilib olsanglar ham bo'ladi. Masalan, 4080, 32 operativka va i9 protsessor yoki i7 protsessor bilan yig'adigan bo'lsa, necha watt blok pitaniya potrебление qiladi? Konkretniy deb so'rasanglar, savol omi, sotuvchi omi bilmaydi bu narsalarni. Internetdan ko'rmagan o'sha narsani. Bugun sizlarga $130 kompyuterni skidkaga tushirib $128 qilib berdi desa bo'ldi. Xalq ham yevradi bu narsani. Olib, keyin bir haftadan keyin qidirib yuradi. Mani yedirib yuborishdi. Voy, harta turibdi, esingizda emas. Opa kayf qilib lekin mana shu maza qilib Qatga tushib qoldim deb o'ylab o'tirdim. Можно посмотреть видео, как он искал. Это шкала. Voy. Voy. Qoyla qo'l chiqadani ko'z ichida. Нарваться на алкаша, отбить одного из толпы, побежать с ним 5 километров. Короче, alkashlarni qidirib topish, nima deydani, задача berilyapti. Anaqa berilyapti, xullas, challenge berilyapti. Alkash topish, u alkashlarning ichidan bittasini o'zi bilan tortish, o'ziga anaqa qilish, jalb qilish va u bilan 5 kilometr yurish. Tortdi. А Кетті. теперь убегай. Я сейчас говорю. Voy, 560 metr yurdi deydi. 1-2 kilometr deydi. Hop deydi. Постой здесь. Постой здесь deydi. Hop. 2-6 kilometr. Voy. O'xshamadi. 2608 metr. Voslatib qo'yibdi. O'xshamadi. Challenge o'xshamadi. Men ishsizman. İşsizman. Yo'q. Siz menman. Men ishsiz. İşsizdim. Men deb ayting, boshdan boshlayman. İşsiz miyim? Men Keyin Mashinasi spesialni qilinmaganmikan? Men o'ylab qoldim boru. Aka, aytyapti, opa aytyapti, men ishsizman, bu gapirib beryapti, anaqa beryapti. Brat, menimcha, aka shunaqa odamlar bor, kamerani oldida o'zini so'zini topolmay qoladigan gaplar. Da, uni ko'p ko'raman, da. Bratam mana shunaqa odamlardan menimcha, opa Faqat bitta videoga o'xshab ketyapti. Shu mashina rossiyskiy anaqada ko'rdim, blogerda ko'rdim. Qanaqa bo'ladi? Hozir aytaman. Bo'ldi, esladim aka. Yura. Archani aytyapsizmi? Yo'q. Mashina reklama qiladigan bo'ladi. Yura, top 5 mashinasi. Top mashin. Yura, top 5 mashinasi. Top mashin deb rosa qaytaradi. Men ishsiz edim. işsizman. Men ishsiz edim. Men degan gapni qo'shing. İşsiz mi? Yo'q, men ishsiz edim. İşsiz mi? İşsiz edim diyor. Ay tushundingmi? Men ishsiz edim, shu ko'rmaydi. Men İşsizman. Baribir boshqa gap. Oxiriga, men dedi oxiriga. Ну я же сказал, я сам повешу. Не надо уже, я сама. Voy. Ayol kishi. Пожалуйста, аквалангом и хочу снять подводный мир. Акваланг bilan suvga tushyapman, и suvni tegini videoga olmoqchiman. Тут съемка видео запрещена, блядь. Выключай камеру. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь. Baliq gapiryapti. Voy, 40 metr suvni tegiga tushdim shu akvalangda. Voy, mazza. Aka, rostdan qarang, mana masalan, bablos bor deydi, mana shu joylarni.
Da. Ko'rin pul Ha. ko'p. Juda Ha. anu deydi aka lo'qib Chunki- olishadi deydi. Men tushdim birinchi. O'zi $100 tur paketi edi. Ha. $100 o'shani ichida 5-6 ta joyga bordik. O'shanga ham vakolanga ham tushdim. Keyin qaytib chiqqanimda yoqib ketganda men yana tushmoqchiman. Nech pul desam $40 dedi. Yo'q. Berdim o'sha $40 onasini yemsa yana tushishga. Keyingi tushganda qo'yib yuborarmish mana. Ana birinchi tushganda ushab yurdi-da, ana qilmasin debdi. Keyingi tushganimda qo'yib yuborarmish. Bor xohlagan joyingga deb. Haromlar. Mayli. O'lib bo'lib qolsangiz nima bo'ladi? Bilmayman. Yo, lekin o'lmadim, maza qildim boru. Yo, endi Yerda ham. yurdim. 40 metr suvni tagida yerda yurdim mana anaqada boru. Voy, vashshe mazza. Baliqlar bormidi? Ha, tiq qilib yotibdi. Siz yoqdimi sizga? Juda sen bilan yurganim Mana. uchun da. Xullas, Misrga borsanglar yoki Tailandga borsanglar yo Vyetnamga borsanglar, mana shunaqa anaqa bo'lsa, ekskursiya bo'lsa tushinglar. Обязательно Ha. maza qilasizlar. Quloqinglar bitib qoladi-yu, maza qilasizlar. Ha. Shu o'tirgan ekan. Qoyil. Temudan короче, mani singlim ana nima deydi, kravatga plastina bir balolar zakaz qilgan deyapti. Ha. Rasmga kelgan shakl. Voy. Matras. Sanda bo'ldimi shunaqa? Yo'q. Sanda bo'ldimi shunaqa? Yo'q. Voy, juda ko'p tanishlarimda bo'ldi boru. Aka o'qish kerak edi, uni ular yozib qo'yadi-da, pastida kichkina qilib yozib qo'yadi. Voy marazlar. Ana internetda tarqaldi-yu. Temudan drill zakaz qildim desa nakliykasi kelgan bo'ladi. Qarang, aka, menda bitta narsa bo'ldi-da. Mashinlar ham Temudan kelganda, o'zi kattarog'i kelishi kerak edi-da. Mana videoga qaranglar. Mashinlar katta bo'lib kelishi kerak edi. Mashincha bo'lishi kerak edi. O'zi mashincha kelgan, ko'ryapsizlar. Voy maraz. Bu mashina akalar Mercedes-Benz klassika eski turdagi mashina. Men qiziqaman, bularni yig'aman. Mashina zakaz qilganman, lekin bu kattaroq bo'lishi kerak edi. Meni fikrimcha razmeriga to'g'ri kelmagan. Keyin qarasam, eng pastida yozib qo'ygan ekanda buni. Kichkina razmer deb. Asaka akalar. Xullas, Shuncha zakaz berganda qarab olinglar. tekin pishloq faqat qopqonda bo'ladi. Ha. U dano $130 kompyuterlarni zakaz qilganda. Bunda faqat yotmaysan, o'tirasan-da, bunda o'tirib qo'laysan. O'tirsangiz ham ko'tingizni yarmi chiqib turadi. Opa. Voy, ana. Aka, bular shaytonlab qolgan. Bularchi anu quyoshda ko'p yuraverib ko'ryapsizmi? Kallalari ham Bular ham endi trendda g'ayrat, ana trend desa hamma narsani qilaveradi. Men o'zim anta o'ylab chiqyapman. O'yla trendda. Tavba qildim. Harakat bo'ladi. Просто salonda qilishga ruxsat berishayotgan bo'ladi. Harom. Shundoq normalniy anu video edi-yu. Voy Hozir yig'lashga tayyor turuvdingiz aka. Yo, endi sal haqiqatroq narsani ko'rsatgan ekan demoqchi edim, oxirida mana shu bilan chiqib yuborishdi. Albatta esimizdan chiqarmaymiz-da. Bular poyiz Bu o'ynayapti. rubrika davay kulishamiz, shuning uchun hamma narsa bo'lishi mumkin.
Sen o'qituvchilik qilganmisan bunga? Yo'q, aka, meni aloqam yo'q bunga. Balki meni videolarimdan ko'rib o'rgangandir, lekin gap yo'q, bola. Zo'r. Voy, haromi yumor. Voy, taka, siz odamlarsiz, bilasizmi? Mana nimaga ayblaysan? Qo'sh, siz Mana qo'yib mazkur. o'tiribsiz hozir Voy mashinani. Voy mana. Mana mazkur aybdor. Anu opayam kulyapti, akalar. Opayam yaxshi ekan, yaxshi. Bosing. Taka только у нас. Блять, полосу торможения разве так вот строят, ёбаное все. Как вот туда попасть на огромную скорость? Еще в конце, блядь, нихуя себе, крест сделали. Voy, haromini. Voy. Konsekres сделали, deydi. Voy. Voy maraz. Bu bilasizlar nimaligini, taka? Ha. Perevallada mana tormozim ishlamay qolgan jentrada. Voy, bolalar yetmagan yonim deydi. Birinchi marta chiqishim bo'lgan. Yo'q. Tushib kelyapman, tormozni bossam tormoz ishlamayapti. Endi ishlayapti, 10% ishlayapti. Zo'rg'a-da. Amallab bosib, to'xtab kafeda ovqatlanib, sovutib, uni keyin ketganmiz dedi. Shu maraz etmagan-e. Sanjar mashina. Ishshey bo'lasan deb borib. Ha. O'shanda og'aynim yonimda Sanjar bor edi. Ketdi. Voy, qor o'ynashyapti, taka. Shit qilyapti. Men tushunishga vaqtim o'tib ketdi men bu qo'shib olgan narsasini. Qor o'ynashyapti ekan. Voy maraz. Помогай random девушкам deydi. Ketidan. Любой bitta случайный qizga yordam beryapman, uyga yetib olishga tez deydi. Qulayapti orqasidan. Maniyak. Voy. Voy, boshqa birovni olib ketdi. Yo'q, buni Bobomurod. Orqadan kelgan odamni ko'rdingmi? Ha. Endi Rossiya deb qo'yibdi, uni olib ketdi. Yo'q. O chap tomondan keladi hozir qara bitta odam. Kallasida nima edi u? Magnitofon. Yo'q, ay. Voy. Qo'yvorolmaydi ham bechara. Oila. Когда в голове уже придумал планы на вечер. Voy maraz. Mana turgan bola yomon yag'ir ekan. Qiz bilan gaplashayotgan paytda omatini ushashini qarab. Voy maraz. Voy eshak. Sharmanda yer yorilib, yerricha kirib ketmadi haligi bola. Voy maraz, ana qizga qarab turib qo'lini silayotibdi amna qilib borib. Voy plos. Qiz ham buzmayapti aka. Ha, qiz ham ana bilan kelishib olgan, kulyotibdi. Вечерние новости, и с вами Джейми Тронбург. И Марси Витчард. Зима буквально накрыла всю центральную Миннесоту. Айзек. Гигантский холодный фронт движется Azik deymi? по всему штату. Как сообщают, повсюду черный лед. Подумайте о своих близких и не выпускайте их сегодня на улицу, потому что там злой черный убийца, черный лед. Наш собственный корреспондент Даррен Хэпнер сейчас ведет репортаж с места события. На улицах совсем нет машин ввиду опасных условий для вождей. Ты сейчас говоришь про черный лед? Белый лед бывает не менее опасным, что и черный. Тем более, что сейчас весь город находится во власти выпавшего белого снежка. Вчера я вот
Bir-biriga rasistskiy hazillar otishyapti bora. К безопасному району. Осуждаю. Тут подвернулся черный лед. Буквально лишил меня всех средств. С черным льдом обычно так и бывает. Черный лед сам не хотел оказаться на улице. Никогда не хотел. Это не черный лед. Подошвы. Это наша обувь встала на черный лед. Аминь. Следующий сюжет, почему черные разрушают Америку. Bu İngilizlarni hazillari ham anu to'nki bir boshqacha bo'ladi, tanka. Da. Voy, yana Shahriyor deyishim bilan Indiya chiqdi. Kallasiga urmadi. Shahriyor bu kanalda отписка qil. Qolarmi deyin shunaqa neobitayimni o'stirib ketishib. Yo'q, enasini qo'ying aka, kerak emas. Zo'rku! Yo'q. Men uchun emas bu aka. Mevali yeysan, baliq yeysan. I make fire. No. Voy maraz. Voy shuncha paytdan beri. Voy maraz. Voy bechora. Shuncha umr. Shuncha payt nima qilgan ekan bu? Faqat o'sha plyajda yashaganda. Voy maraz. Ko'chada taklif qilyapti. Еще ёбнулся, чё, блядь. Сейчас ментов вызову, да? По скидке, бро, давай. Мужик, отстань. Нет, уйдите отсюда! Сказал! Не, мало денег, потуши. Sotib olmadi u. Oxirgisi sotib oldi. Aka bitta to'nka chiqadi-da baribir. Shaklik beradimi o'zi? Voy plas! Boshqa narsa qilayotgan ekan u xorama. Changini qoqmoqchi edi u, changini. Akalar, men qornini changini qoqmoqchi edi. Ha. Bor ekan-ku hali bu aka. Meteorit tushib o'ldi degandingiz-ku buni. Мне тоже к тебе есть разговор. Давай первый, ты. Нет, ты. Давай первый, ты. Мы не можем быть вместе. Я выхожу замуж за другого. Perviti deyapti. Voy. Sindi bu bola bor-ku, hayot ketdi jum. Ana endi o'ziga kelmaydi. Ana. Voy. Нет, хороший человек. Хороший человек. Ana. Xatam yozib ketibdi. Xat yozishga ham uslab ketdi. O'qiydi bu. В тот день, когда мы с тобой расстанемся, я не смогу без тебя жить. Ana. Voy. Ketdi endi hayoti o'ziga kelmaydi shu bolani. Yaxshi odam edi shu. Bosing, aka. Опачки. Куда идти? Бесочь! Не зря 12 тысяч отдал! Ой, лошары! Voy. Qo'ying. Voy. Ular pulni qaytara olmaydi. To'g'ri avtomatni ketib, pulni o'ldiring. Hozir avtomatni olib kelaman. Ha. Men aytdim. Juda alamli kadrlar. Chiqarmagin deb. Aka upigida telefon qilaylik, kreditga sotaylik. Mana endi o'tiramiz endi mashinani videosiga reaksiya qilib. Hoppa. Mana ahvol akalar, kreditga telefon berishning oqibati shu bo'ladi. To'g'ri aytyapti tanka. Bosing aka.
Voy maraz. Yana Germaniya bu. Shatur. Oşu. Bitta balonda haydadi ya. Qo'yili. Sen bitta balonni haydaganga qarading faqat. Bosing. Voy! Chicha vardı. Idashki. Voy, brat kulishiga gap yo'q. 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 Voy. Qo'yili. Нет, давай. Voy maraz. Oo! Ketdi. Dedi. Brat o'zi ham tomi ketgan ekan. Брат, почему ты до сих пор сидит дома? Тебя не стыдно? Нет, не стыдно. Все Я. твои друзья уже стал чемпион. Я не чемпион. Давай, брат, ты тоже Хорошо. заниматься спортом. Хорошо. Я Окей. знаю, ты скоро стал чемпион. Ты скоро стал чемпион. Ha. Tanka har kuni 2 metr, 3 metr yuradi. Chempion bo'ladi. Shu yerdan tualetgacha, tualetdan shu yergacha. Yo'q. G'ayrat sani harakating. Yo'lbars. Endi aka men bunaqa vaziyatda birinchi navbatda ishini yopardim aka. Bu qarab turibdi bunga. Ha. Men lekin shu o'zida chichardim 100%. Aka sizchi buni ko'zigachi abed bo'lib ko'rinardingiz bor-ku. Yo'q qo'shqa. Riski yopdi. Voy. Qo'yil. Voy maraz. Anqayib qopdan unga, men qizlar ham kulyapti. Voy. Voy, ana u bola qizlarga qarab qolgan ekan. Anqayib qopdi. Bular endi kechasi yurmaylar deymanda akalar shuning uchun ko'ryapsizlar. Miya ketib qoladi. Mana shu orqa miyadan. Yuqumlimikin bu shu? Yuqumli. Bu kasallik akalar, bu yuqumli bu menimcha. Tushunyapsizmi? Kechasi yurmaylar ey. Jinpin ajina solib ketadi masaga. Yurasizlar keyin. Наверное, давайте наваливаю Дамасе и думаю, это выглядит круто. Дамасda bosyapman dedi, и bu ana boshqalarga krutoy bo'lib ko'rinaman deb o'ylayapti. А, 100 Самый ketyapti. быстрый мусорный бак в мире. Ya Damas tez yurmasligi mumkin, lekin mehnatkash mashina. Ishi yo'q bu yerda. Bor kelavermagan ish so'rab. O'xtay chaqma berib yuradi. Ey, assalomu alaykum. Botir olaykum. Kim bu? 2 kundan beri kelyapti, oka ish so'rab. Qayda bordim? Kelaveradimi? Sen bu yerda kim o'ylaysan? Menmisanmi? Siz oka? Bor chaqir. Hop oka. Kim uka, nima xizmat? Ish so'rab keldim. Ish so'rab keldingmi? Bu yerda birinchidan men hal qilaman ishni. Kim bo'shaydi, kim ishlaydi, to'g'rimi Botir? Qangi ish yo'q, kam sur bo'ldi. Voy tanka. Chingiz yetardi. Nahotki Bakayf o'lib ketaversam shunaqadir. Alini yoniga ish so'rab kelishsa, Ali yo'q deb borsa, keyin siz oldidan chiqib, "Ne yo'q deding?" "Bochakir" desa, keyin u kelsa. Unaqa demay, bari. Voy.
Ano botoks qilingan labga o'xsharkan qizlarniki. Aka bu tishlasa yomon tishlar a. Voy, plas. Hay plas. Şeyler. Endi yemoqchi-da uni. Ha. Я его сейчас разъебу нахуй, блядь. Я, блядь, все свои права нахуй знаешь как знаю? Блядь, я кодекс. Добрый день, инспектор ДПС, лейтенант Иванов. Документы можно ваши на автомобиль, водительское удостоверение? Слушай, товарищ полицейский, какова причина остановки, чтобы я тебе что-то предъявлял? Ты чё, чёрт? Ты чё, чёрт? Быстрее дай мне. Bыстрее дай дит. Быстрее дай дит. Рементор. Знаю причина тебе. Да. Съебался отсюда. Соси хуй пидор! Voy marra. Yana geldi. Ты кому сказал, что? Я не вам, гражданин начальник. Не выебывался, понял? Понял. Поехали. Куда поехали? Толкай, блядь. Поехали. Толкай, да. Voy. Бечара. Для тебя подарок. Я вот привез тебе невидимый, волшебный, защитный кулончик. Позволь, я тебе одену. Вот, все, на память Спасибо. о встрече. Lifehack. Xotinga olib bersammikin ha, anu 20 millionga qanaqadir anu ko'rsatuvdi bir paytlar. Ko'rinmasidan olib beraman o'shani aka. Sharmandasan. Yo, zo'r lifehack bu akalar uylanganlarga. Voy. Şak değil. Oh. Qana. Sultonmi? Rasvo qildi uni. Voy marras. Voy zo'r bo'ladi g'ayrat. Yo'q, limon bilan aka, tuzku mayli. Zo'r bo'ladi. Ishon zo'r bo'ladi. Babe, stop. Babe, stop it. Babe, stop. O'g'aylar turgan bo'ladi. Jalla. Как по мнению моей мамы, будут вести себя наши гости. Oyimni xayolida kelgan mehmonlar nima qilishadi? O'zini nima qanaqa tutish kerak? Ha, o'zini qanaqa tutadi mehmonlar, kelgan mehmonlar o'zini qanaqa tutadi? Подождите, ничего не говорите. Сейчас, подождите. Мы должны проверить это. Chang qidiradimi? Ой, ебать, нахуй. Все, домой. Никаких гостей, нахуй. Домой, нахуй. По машинам, нахуй. Hamma ana art mehmonlar keladi, hamma changlarni art, bitta joyda ham qolmasin deydi. Ha. Voy, bu ana uchrashuvga chaqirgan bolani akasi bo'lsa kerak, mana bu bor-ku. Bitta ekan. O'sha ekan bu. Chaqaroyib ekan bu ham. Qirg'iy. Sabır. Sabır. Niye? Voy maras. Monitorda nima ayb? Siqildi-da aka, siqilganda birat. Tushunyapsizmi? Siqilgan. Qilsa boshini yorsan, monitori nimaga? My life, My rules. my style, my attitude. Ah. Me or let me. I don't care. But don't play with me. Ah. Qo'y. Jang qildi. This is great.
Это Grant сделали звезду из простого парня. Oddiy boladan yulduz yasadik deyapti. Bu Grant. We're gonna make him look like he's famous Мы сделаем так, чтобы он выглядел in знаменитым. public. Let's get it, baby. И odamlarni oldiga olib chiqamiz deydi. Buni yulduz qilib deydi. Yo, Grant, please, one picture, Grant. One picture. Grant! Yo, is it Grant? Grant, no! Grant, no! Grant! Grandchild! Grant! Voy aka, rostdan odamlarni ko'ryapsizmi? Voy, ishonib ketaveradi bu. Targoviy sentrda qilishadi, bizanikilar ham shunaqa deb talpa. Yosh bolalar keladi. "Men taniysanmi?" desam, "Rasmga tushib oladi." "Men taniysanmi?" desam, "Yo'q" deydi. Nimaga rasmga tushyapsan desam, "Hamma tushyapti" deb. Effekt talpa. Ular shukulada sollo. Hasanboy o'zi mikrofon qatdan chiqib kelyapti. Ana unaqa. Hasanboy degan nomi bor. Uni Simikatga tikilgan buni. Voy. Hasabi qizlarga qaramadi, ammo qissasidan qo'rqadi bu har on. Yosh brat. Menga bitta narsa qiziqdi. Nima uchun bu Hashayni orqasiga bekinib oldi? Aka, u Hashayni ortidan ilhom qidiradi. Bu bolachi mana shu Hashaylardan oladi ilhomni, tushunyapsizmi? Mana shu yon atrofdagi eshak, hashak, keyin quroq, loyla, keyin mana ariq ichidagi qurbaqalar, mana shu narsalardan oladi brat. Energiyani. Bosing brat. Muxlisizmiz. Muzika alohida tema, video alohida tema. Voy! Voy! To'ylar parak qo'yib qo'ygan uni qarang. Voy! Qiziq dakansa borarmikan aka? Astagfirullah, bilmayman cho'ti. O'z nimaga qo'yapti ekan? Bilmayman. Yo'q. Yo'q qo'yli. Mana shunaqa o'ynab yurardim men. To'g'ri. Yoshligimda. Oh! Молодец. Kalla bilan tushmaganini ayting. Yo'q. Men ham o'ynayman. Hozir o'ynab ko'rsatayman. Kese o'ynaymiz, g'ayrat. Kese o'ynaymiz. Yo'q, aka, mashitda hozir jivoy. Xolisizlarmi? Yomon qilaman aka. Mencha mana shu o'tirgan joyimda umbaloq osha olaman. Mana shu o'tirgan joyimda, tushunyapsizmi? Yomon qilaman, bu hech narsa emas. Tasavvur qiling. Xo'p, akalar. Tak, bu safargi videoyimizda Davay kulishamiz rubrikasi sal uzunroq bo'ldi. Xudo xolasa, mana shunaqa davom etishga harakat qilamiz. Shahriyar tez yetkazib bersa, joni sog' bo'lsin, montajlarni cho'tki qilib chiqarib berib tursa, xudo xolasa tez orada chiqaramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Va'da bermaymiz, lekin harakat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Albatta. Hammasi g'ayratga bog'liq, parod qilmasa. Mani ishim ko'p, do'konlarim bor, mening mana shunaqa yuraman. O'zing yetib turibsan. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon ko'rganingizga, sizlarga yoqqan bo'lsa agar kommentariy yozib qoldiringlar, like bosinglar va albatta iltimos obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Komment qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik video rekka uchadi. Like ham, podpiska ham esidan chiqmasin. Joningiz xayr akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr.